Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz faxrlik yozuvchimiz Xalida Isroil yozgan Oltin Kesh romanini o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda Osimning og'inisi Shavkat bilan birga cho'ng dadisi va dadisi qamalgan kamerlarni izlagan yerlarini o'qib o'tgan edik. Endi davomini o'qiymiz. Shundaq tavakkulchiliklarning biridan keyin men Shavkatga hozirgi davrimiz nimdiga yaxshi-ya? Yangzingşin bu haqqa qadamda bir masjid silib berib, ma'rif huquqini tutqizmasaqla jahon tinch o'tidi, debdikan. Shinsay Uyg'urning o'qigan, bilgan, 4 tanga pul topqining hammasini qirib yo'qotgan ishkan. Kompartiya bo'lsa, sen bilan bizdeklarni o'qitib tarbiyalayotdi. Sotsializm, kommunizm qurib, xalqni baxtga erishtiramiz, deyotdi. Biz chuqum yaxshi o'qib partiyaning kutgan yerdan chiqishimiz kerak ekan. Sinchi qandoq? Dedim. Shavkatmi o'ylanib turib ketib. To'g'ri deysan, yaxshi o'qishimiz kerak, dedi. Shavkat ikkimiz keyingi bir necha oy ichida har yakshanba degidek atrofdagi to'pa tog'larni cho'rgilab yurdik. Ammo dodalarimizga munosabatlik biror izna topolmadik. Uzoq o'tmay yoziq ta'til boshlandi. Xuddi hamma ko'ngilsiz ishni unutib ketmoqchi bo'lgandek, ta'tilni o'yin bilan nihoyatda ko'ngillik o'tkazdik. Ikkinchi yili Shavkatning o'qish bitirdigan yili bo'lganlikdan boshqa ishlarga cho'lisi tegmadi. Ikkilimiz o'z ishimiz bilan bo'lib ketdik. Shavkat o'qish bitkizib, ichkariga bilim oshirg'ili ketdi. U yerdan qaytib kelib, cho'ng bir nazoratga o'rinlashdi. Shu yerda bir obdan ishlab yurgan edi. Aradan bir necha yil o'tib, madaniyat zo'r inqilobi toza avjiga chiqqan yillari uning bir necha do'sti bilan Sovet ittifoqiga qochmoqchi bo'lganda chegarada o'q tegib o'lib ketganligini angladik. Darvaqa 1980-yillarda chegara echilib, uning bilan birga qochganlarning hammasi degudek vatanga keldi. Ammo Shavkat ular bilan birga qaytib kelolmadi. Men Shavkatni cho'nqir sig'inish va ichinish bilan doim eslayman. U ajoyib o'tkir, ko'p taraflimilik bilim egisi bo'lib qolmay, do'stlikqa yaraydigan isil yigit edi. U ashu parakand yillarning qurboni bo'lib ketdi. Biz o'qish bitkizgan yili kuzda maktabimizda istil tuzitish harakati boshlandi. Dastlabda partiyaning har soha xizmatlaridagi yetersizliklar to'g'risida fikr berishga safarbar qilinganda, hamma odam bu chaqiriqqa qizg'in ovoz qo'shdi. Shu chaqda ba'zi bilimlik, vijdonlik odamlar siyosatlardagi bo'libmi yeza siyosatlaridagi eg'ib ketishlar, xato siyosatlar keltirib chiqarayotgan yomon oqibatlar to'g'risida fikr berdi. Yana ba'zi nazariyachilar Marksizm, Leninizmning sotsializm bosqichi to'g'risidagi va millatlar masalasi to'g'risidagi nazariyalarini amaliyotdagi ba'zi masalalarga bog'lab, o'z ko'z qarashlarini o'ttirg'a qo'yishdi. Xizmat usuli va istildagi masalalarmi chala qolmadi. Bu fikr takliflarning ko'p qismi samimiy niyatda berilgan bo'lib, Jungo tarixida misli ko'rilmagan hokimiyat qurilmasi va hech kim qilib boqmagan ishlar bilan shug'ullanayotgan Jungo Kommunistik partiyasi bundoq samimiy fikr taklifga haqiqatan muhtoj edi. Shu chaqda menmu dunyoda mukammal shay'ining bo'lmaydiganligini, partiyaning xizmatlaridimi nurg'un yetersizliklarning saqlanganligini his qilgan. İlgiri tigiga yetolmagan, gangirgan ishlarning tigiga yetib, fikrim ichilib qolgandek bo'lgaydim. Partiya xalq bilan qilibdosh. Partiya xalqqa ishinidu. Bu fikr takliflarini samimiy qabul qilib, yetersizliklarni tugitib texmi qudrat topidi deb o'ylaydim. Biroq ishlar bizdeklarning tasavvuridagidek bo'lmadi. Maktab, idora, jamiyat, korxona yezlarda haq gap qilganlar turkum-turkumlab tortib chiqarildi. Sinifimizdagi Kerem boshliq 4 o'g'il savodishimiz aks inqilobchi, yerlik millatchi qilib qo'yildi. Hatto Hadiya, Kamal, Nuriya qatorliq bir qismlarimiz Oltin Kesh dramasiga qatnashganligimiz uchunla nurg'un avorchilik tortdik. Shu chog'dagi tugmas tanqid, tekshirishlarni o'ylasam, hozirmi beshim qaydi. Sinif mudirimiz sinfdagi bolalarni harakatdagi ifodasiga qarab, ilg'or, o'tirhol,
qaloq deb 3 guruhiga ayırgan bo'lib, bizni masalasini tunish ifodasi yaxshi deb o'tirxonliklar guruhiga bo'lib qo'yibdi. Jahonning ishlaridan parvoyi falak yuriydiganlar, jimg'urlar ko'p sonliqni egallaydigan bu guruhga mening shu vaqtlardagi ruhiy holatimga intayin mos kelgan edi. Shu kunlarda men ilgirki o'tda qizg'inliqim va g'oya haqidagi go'zal tasavvurlarimdan ayrilibla qolmay, 2 yildan buyon qalbimga pukib, o't pirog'ida yoshurun kuyib yurgan muhabbatimdanmi ayrilgan edim. Qalbimdagi azob, ma'nisizlik va buruqturumliqlardan qutulish uchun maktab bitkizgan kunlarning tezroq kelishini orzu qilatdim. Ammo u kunlar borgan sari yiroqlab ketayotgandek edi. Shu zerikishlik ichida men sanduqimni aqtirib, bir vaqtlarda yezib tashlab qo'ygan Rahim va Rayhon dostonini qayta qo'limga oldim. Vujudimni o'rtab turgan o'y fikr hissiyotlarimni singdirib, uni qayta pishiqlab yezib chiqdim. Uningda söygan qizining baxti uchun uningdan o'zligidan voz kechgan bir yigit va uning azobli ruhiy holati tasvirlanadi. Matbuotlarning bundaq muhabbat dastonlarini bermaydiganligini bilib tursammi, uni jurnal takroriga avatdim. Ko'nglimda uni boshqa birisi ko'rsa, "Ha, bundaq ishlarmi bor ekan" deb qolsa, dastoningiz nihoyat ta'sirkishgan, ammo ma'lum sabablar tufayli ishlatilmadik. Kechiring deb ishkilik javob xat kelsa deb orzu qilatdim. Ammo dastonim suvga tushgan toshdek yo'q bo'ldi. Hech qanday javobmi kelmadi. Lekin daston bilan tang azoblarimnimi boshqa biriga avatgandek xilla yengillab qoldim. Harakat oxirlashib, xizmat taqsimotimizmi e'lon qilindi. Men orzuyimdagi yerga Abdunum rayon bo'yicha nupuzliq ashu adabiy jurnalga taqsim qilindim. Hadiya Urumchidagi o'rta maktablarning birida qoldi. Kamal yolg'iz o'g'il bo'lganligi uchun Nuriyani ilib Qashqarga ketdi. Yana ko'pligan bolamu Urumchida ishlashni xohlamay o'z yurtlariga qaytib ketishdi. O'z ko'zi bilan ko'rgan, guvoh bo'lgan nurg'un fojia ularning yuragida ezvatgan edi. Ular o'z yurtini, ota-ona, yaqin yo'riqlarining yonida yashashni tanladi. Ammo ular siyosiy bo'rin chapqunlarning hayvisi chet yiroq joylarda texmo dahshatli bo'ladiganligini, uning o'rib odat, odamlik va hissiyotni o'z ichiga olgan har qanday qo'rg'onni bitchit qilib o'tolmaydiganligini texmo bilmaydi. O'qish bitkizgandan keyin uyga qaytib xizmat ishimda opam bilan maslahatlashdim. Agar opam yonimda turmasang bo'lmaydi desa ikkilanmay qaytib kelatdim. Ammo opam o'zim orzu qilgan yerga bo'linganimni anglab xushal bo'ldi. Men to'y qilgandan keyin Urumchiga berib, yonimda turadiganligini aytib, meni qaytib berib, yaxshi ishlab, tashkilnimi rozi qilib, ko'zlagan nishonlarimga yetishga ilhomlantirdi. Meningcha, bu opamning qo'shnimizning ta'siriga uchraganligidan edi. Ularning o'g'li Shavkat Urumchida cho'ng bir idorada ishlaydi. Ota-ona bir tuqqanlari uningdan nihoyat faxrlanadi. Mening Urumchida nomini hamma odam biladigan adabiy jurnalga ishlashga bo'linganim opamni ulardek maqtini salohiyatiga ega qilgan edi. Tunji ishqa tushgan kunim helimi esimda. U bir kuz kuni edi. Sarag'aygan daraxt yopirmoqlariga to'lgan, odam chalon ko'chada ketib o'tib, ishxonaga qanday kirishni, surlik muharrir apandilar bilan qanday salomlashishni o'yladim. Yozg'uchilar jamiyatining chaqqongina qo'rosiga kirib kelganimda qalbimda turli hissiyot mavj urdi. Ilgari she'r ilib kelgan chaqlarimda bu qo'ro yo'lning o'ng tarafidagi rus uslubida silingan 2 qavatlik bino ko'zimga shuncha ko'rkam, shuncha hayvat ko'rinadi. Tahrir bo'limiga kirguncha yuragim dupildab so'qib, og'zim gapga kelmay qoladi. Mana endi bu katta o'rinning bir xizmatchisi bo'lib kirib kelyapman. Qadamlarim boshqacha jonliq. Qalbimda ishonch, ishni ichib, "Assalomu alaykum" deb salomning cho'ngini qilib kirdim. Ammo ishxonada uduldagi bulungda bosh cho'kib ishlayotgan oq yuzlik bir yosh muharrirdan boshqa odam yo'q edi. U menga qarab, beshini bilinmay silingishib qo'ygandan keyin yana ishqa bandit bo'lib ketdi. Oldida dövlishib turgan qog'ozlarning ko'pligidan qaraganda u bek oldirashda qiladi. Men uning diqqatini bo'lib o'tishdan qo'rqib, gap so'rashga petinolmay eshik yonidagi o'rindiqda birdam o'ltirdim. Ustalga tashlab qo'yilgan koni jurnallarni varaqlab baqdim. U yanala oldirash ishlaydi. Qog'ozlarga shart-shurt bir nimalarni jijab, yezib,
varaqlarni tez-tez öğretdi. Başqa ishxonlarga chiqib qarab boqay, balkim Burkut apandi, Mash'al apandilarning birarsini uchirtib qolarman deb turishimga, ishdan ko'zoynak taqilgan simizrak kelgan bir odam kirib keldi. "Ha yigit, kep qoptiq-ku, asar elib kelganmi yoki?" Darhol o'rnimdan turib, yonchuqimdan xizmat uqtirishni elib uningga ikki qo'llab sundim. U qog'ozga ittik ko'z yugurtibla, kulimsirab menga boshdan oyoq bir qaravatdi-da, "Ha, yangi kelgan xodimimiz ekan-ku. Qarshi olamiz. G'uljilik ekan-sizda. Bizning bu yerda g'uljiliklar xeyli bor. Qani yuring. Men sizni kadrlar bo'limiga boshlab chiqay", dedi. Kadrlar bölümünden işimni tügütüp kirsem közoynaklik yana bir muharrirmi o'ltiribdi. Bulundagi kishidan anlagan bo'lsa kerak, ishtik o'rnidan turib men bilan ko'rishdi. Ismimni, o'qigan maktabimni so'rab bo'lib, bir narsani esiga olgandek qildi. "Ha rost, Osimjon. Hiliqi Osimjon sizg'u deyman. Nimitdi?" Ha, Rahim va Rayhon dastonining avtori. Əsringizni əsli ancha-muncha o'zgartib jurnalga berayli debmi o'ylashgan, lekin bo'lmay qoldi. Hozir nuqul muhabbat dastonlari qarshi ilinmaydi. Uning ustiga asarda g'amgin kayfiyat bek quyuq ekan. Har qanday asarga navbatdagi kurash ahvolini singdirmasangiz, o'tkaldan qat'iy o'tmaydi. To'xtang, ha, men sizga tepib beray. "Rahmat aka, ilmi ko'p kichapsizlar. Men o'zim keyincha pishiqlab ishlab olarman", deb hayotimda tunji qitim vujudga chiqargan nurg'un zehniy kuchimni, yoshlik hissiyotlarim va orzu-umidlarimni singdirgan dastonimni uning qo'lidan ilibla pufirlab yonchuqimga soldim. Angacha ko'zoynakli semiz odam yana kirib keldi. Bu qitim o'zini Fozil deb tunishtirib, ishxonadagi bo'sh o'rinlarning qaysini xohlasam o'ltiraversam bo'lganligini eskartdi. Va meni yana yandagi binoga boshlab chiqib, yotiqimni ko'rsatib qo'ydi. Uning deyishicha, idoradagi xodimlarning ko'p qismi Xinjiang instituti atrofidagi bir qo'roda o'ltirdi ekan. Uylar yetmagashga ilgari ma'muriyat binosi bo'lgan bu bino yotoq binosi qilib ishlatilib o'tibdi. 3 qavatlik bu binoning tor eshigidan kirishimga burnimga oshxona purug'i urildi. Kichik lampalar bilan yoritilgan xira koridor, o'choq, o'tun, ko'mir, cho'ng-kichik ishkop, qozon, qumuch, tomlarga esitilgan samsoq, piyoz, quritilgan qizil mushlar bilan to'lgan edi. G'ichildab turadigan palampay bilan 2-chi qavatga chiqdik. O'choq, qozon, laqquliqlarning orasidan yenichilab o'tib, koridorning eng oxiridagi bir uyning oldiga kelib to'xtadik. Fozil aka qo'lidagi oshqush bilan ishini ichib bo'lib, oshqushni menga berdi. "Ta'liyingiz bor ekan, mush uy hal bo'lib qoldi danga. Bo'lmasa qandaqmi qilatdiq? Bu yozuvchilar jamiyati degan yerda uy baqiz. Yangi kelganlarga uy topolmay qiynalamiz." Uy yaqinda bo'shatilgan ombor bo'lsa kerak. Uyning hamma yerda qog'oz parchalari, yirtiq tog'or, ko'n yeshiklar ko'zga tashlanadi. Tom to'rislardan qilin o'mchik to'rlari sangilab turadi. Deriza ayniga meynatligidan sirlangandek bo'lib ketgan edi. Yaxshiri to'rda bir karvat bor ekan. Ishik orqasidagi bulungda dos, chilak, supurga degandek narsalarmi turgandek qiladi. Qaraganda 2 kun qattiq emgak qilsam, uyimni uy qiyofatiga kirgizalgudakman. U chiqib ketish oldida. "Nasriy asarlarga tayyorlig'ingiz qandoqroq? Bizda she'r ishlaydiganlar ko'proq. Bu qitim nasriy asar ishlaydiganlarning ko'pinchisiga shamol orib qoldi. Qandoq, hikoya ishlab boqamsiz?" dedi. Men gangrashida ma'qul bo'ldim. Shamol dorish deganning ma'nosini keyin tushundim. Bu yerda harakatda zarbiga uchrab tortib chiqarilganlarni shundoq ataydi ekan. Ya'ni kelib bu yerda shamol dorib qolganlar bek ko'p ekan. Boyiqi ko'z aynaklik yosh muharrirmu Keremning o'gay ana dastonini ishlaganlik uchun bir mezgil shamol dorib xizmatdan to'xtatib etilgan ekan. Yaqinda maydonini to'g'irlab, bu daston to'g'risida uzun bir tanqid maqolasi yozgandan keyin bo'limga qaytib ketdi. Ular mengamu shamol dorib qilishdan paxas bo'lish, gumonliq asarlarni hargiz ishlatmaslikni eskartib turadi. Uningsizmi menga boshqacha bir shamol dorib bo'lgan edi. U ayrilish,
hijron shamili edi. San'at fakultetida biz bilan bir qarorda o'qiydigan bir qiz bo'ladigan. Dastlabda san'at fakultetida o'qib yurgan chog'larimdan tortibla u ko'zimga issiq ko'rinatdi. Uning ismi Anor edi. Uning chiroyi, egiz, zilva bo'y turqi, hammadan uzun ham tom ikki o'rim chichi meni bek jalb qiladi. U bu chochlarini qishda ko'pincha bishiga chambarsimon qilib o'rib oladi. Bu uningga bek yarashadi. Yazda 2 tal yoki 1 tal o'rib qo'yib beradi. Oshxonada tamoqqa uchrab turganda, u oldimda turib qolgan bo'lsa yoki maktab ichida oldimda ketayotganligini ko'rsam, uning chochlariga zo'q bilan qarab qolatdim. Ashu parqirab turgan chochlarni qo'limga ilib silab boqqim keladi. Ichimda mushunda qizlar bilan yassa kishida ne armon deb o'ylab ketatdim. Ba'zida uningga talab qo'yib boqsamchu degan xiyolga kelib qolatdim. Ammo uningga ko'zi tushayotgan yigitlar ozmi? Mushundaq ko'zning yig'ini yegudek qizlarning yurayotgan yigiti bo'lmay qolarmi? Uning ustiga opam san'atchi, artist deganlarni ancha yoqtirib ketmaydi. Ayturg'anni yaratmay, mushu artistni topdingmi deb qolsichu deganlarni o'ylab o'zimni besib olatdim. Bir qitim maktab bo'yicha ittifoq hay'atlarining yig'ini ichildi. Yig'in boshlanishdan ilgari men o'ttirdagi qatorning eng chetidagi bo'sh o'ringa kelib o'ltirdim. Yig'indan tarqatgan parqiraq qizil tashli xotirni havas bilan varaqlab ko'rib chiqdim. Yanchiqimdan qalamimni ilib, yig'inda so'zlanganlarni xotirlab olishga tayyorlandim. Bir chaqda beshimni ko'tarib atrofga qarasam, tarig'ina o'tishma yo'lning nerisida, dal mening o'dilimda yiliq uzun chachli qiz o'ltirdi. Bugun u chechini beshiga chambarak qilib o'ribapti. Kalta yang oq ko'ngligi, bo'yindagi nepis sharpisi uning shundoq yarishib ketibdiki, bir pas uningdan ko'zimni uzolmay qoldim. Boshqalarning diqqatini tortmaslik uchun oldimga qarab o'ltirsammu, ixtiyorsiz yilidan yiliga uningga qarag'im keladi. Hayajondan yurakim o'ynab ketgan edi. Bir chaqda qiz burilib, yo'g'on ko'zlarini o'tdek chaqindib menga lapda bir qaradi. Sal kulimsirab beshini bilinmas lingshitib qo'ydi. Bu qarash jinimni olg'i tas qoldi. U meni yaxshi ko'rdigan deb o'yladim. Uningga shunchalik oshiq bo'ldimki, zalda nima gaplar bo'lyotidi, kim chiqib, kim tushyotidi, xiyolimga kirib chiqmaydi. Yig'in xotirasi yozdigan bu daftarning birinchi betini Anor deb yezib to'ldirayotganligimni bilaman. Yuragimning qipidan chiqib ketadigandek so'qiyotganligini bilaman. Ko'z oldimda oq gulga o'xshaydigan oq ko'nglaklik ashu qiz yig'in tugaganda uning yinida mengishga tirishdim. Ammo u atrofidagi qizlar bilan paranglashib, kulishib mangdi. Menga uning bilan biror eg'iz paranglashib olgudek fursat chiqmadi. Yataqqa kirib karvatga o'zim tashlab yotsam ballardan biri. Sen xotir daftaringni yig'in zalda unutib qopsan. Boshqa sinfning bolalari olg'ash chiqibdi, deb bir xotirini tashlab qo'yib chiqib ketdi. Bu mening xotiram emas edi. Xatning ushshoq ratligidan qaraganda qiz bolaning xotirasida qiladi. Yig'inda so'zlaganlarning so'zlarini ancha-muncha xotirlab opdi. Ammo xotiriga ismini yozmabdi. Xotirni varaqlab o'ltirsam, ichidan bir bog'oqcha chiqib qoldi. Uningda kimdir birining sat puchurkisi bilan yozilgan bir jumla so'z bor edi. Anor, yening qarab boq. Bir yigit o't piraqingda xudini yo'qotdi. Bog'chini ushshoq yirtib tashlab etdim. Demak, bu Anorning xotirasi ekan. Menga endi uning bilan ko'rishish fursati chiqqan edi. O'rnimdan sakrab turib kiyimlarim tuzashtirib aynakka qarab, beshimga patmay turgan qop-qora chechimni tarashqa boshladim. Do'lqulunib peshonamga tushib turadigan bir tutam chechimni yuqoriga tarib etmaslik ustida xeyli uzoq o'ylangandan keyin shu peti qo'yib qo'ydim. Qizlar yotiqiga borsam, navbatchilik qilayotgan semiz ayol meni ichkiriga kirgili qo'ymay, ikkinchi qavatga chiqib ketayotgan qizlarga: "Hey qizlar, Anorni chaqirib o'tinglar. Birsi ko'rishgil kepti, saqlab o'ltirdi", dedi. Qizlar bir nimalarni deyishib, menga qarab kulishib chiqib ketdi. Bugun meni haqlarning gap so'zi qo'rqitolmaydi. Anor ittikla tushdi-yu, meni ko'rib sal tortingandek turib qoldi. "Anor, mau sizning xotiringiz ekan. Zalda unutib qolgan o'xshaysiz", dedim. U qo'limdagi xotiriga qarab cho'chigandek bo'ldi. Höpda qizirib xotirini qo'liga oldi-da, chandurmay varaqlab boqdi.
beshini ko'tarib. To'xtab turing a, deb yugurib, ikkinchi qavatga chiqib ketdi. Birdanla taraqlab tushib, menga bir xotirni sundi. "Ma'u sizningmidi?" Men xotirni qo'limga ilibla birinchi betdiki anar deb yezib, to'shqizib xatlarimni ko'rdim. Qilchi huduqmay uning ko'zlariga tikilib turib, "Shundoq, bu meni xotiram", dedim. Orqadan ikkimizning xotirasi almashib qolgani qiziq deb qo'shib qo'ydim. Anar yana bir qitim qizardi. To'pliyining uchi bilan taqtayni jijab sal o'ylangandek qilib, "Rahmat sizga, avar bo'libsiz", dedi. "Yo'q, men sizni avar qiptiman", dedim men uningga tikilib turib. Qiz ara başınlıq aq topliyi bilan tak destab ikkinchi qavatga chiqib ketdi. Meni xotiramning san'at fakultet qizlari orasida sazoyi bo'lganini ko'z oldimga keltirdim. Ammo ko'nglim qilcha yerim bo'lmadi. Oshiqlik meni yuraklik qilib edi. Ikkimizning zalda yonma-yon o'ltirib qilishimiz, ikkilimizning xotirimizni unutib qilishimiz, yana kelib olmishib qilishi menga bir taqdirning bishoratidek tuyuldi. Ammo Anarning so'z harakatida favqulodda o'zgarish sezmadim. U menga ilgirgidek bir xil muomalada bo'lib keldi. Meni umidlantiradigan bir eg'iz so'z yoki harakat qilmadi. Menmu dardini ichimga yutib, yushurin kuyib yuraverdim. Ham muhabbat to'g'risida she'rlarni yozdim. O'qish bitkizishga oz qolgan, taqsimotni kutib yurgan kunlarning birida yori bilan maktab oldida qora yog'ochliqda aylanib yurib, kelgusi g'oyamiz va muhabbat haqida paranglashib qoldik. U menga uzoqdan buyon ko'nglida yoshirin saqlayotgan kuyuk dardini so'zlab, o'zining bir qizga oshiq ekanligi, ammo uning rad qilib etishdan qo'rqib eg'iz ocholmay yurganligini aytib nihoyat hasratlandi. Yari akkordeon chilib, o'yin kulki orasida yurgani bilan nihoyat nomusjon ham o'zini tutib olgan yigit edi. O'ttira bo'y, chiroyi sal qaramtul, ammo qosh ko'zlari to'kilib turadigan, budur chochlari o'ziga bek yarashadigan bu yigit akkordeonni bulbuldek sayritib yurib, qizlarning yuragiga o't yoqatdi. Ammo hech qanday bir qiz bilan favqulodda yiqilishib ketmaydi. Nihoyat pokiz yursimu yasanchuqlik, badxashlik qilmaydi. Men uni mushu alayliklar tufayli hurmat qilatdim va yaqin ko'ratdim. Bu gapidan uning boshqa qizlarga ko'z tashlamay yurganligining sababini tushundim. Ammo u nimishqa yaxshi ko'rgan qiziga ko'nglini izhor qilmaydigandi. Yarining aytishicha, u qiz yori bilan bir yurtliq bo'lib, ota-onasi shu yerdagi obro'yli davlatman oilalardan ekan. Yori o'zi bo'lsa doktorxonada tozliqchi bo'lib ishlaydigan yolg'iz opasi bilan billa yashaydi ekan. Dadisi kichik vaqtlarida o'lib ketgan. Opasi kasaljon bo'lganlikdan turmushini aralla qamdaydigan holga tushib qolgan ekan. Qiz ma'qul bo'lgan taqdirdimi, ota-onasining qo'shilmasligi ko'rinib turgan ekan. Yari bularni bildi-kanu, qizni xiyoldan chiqara olmaydi ekan. Demak, u muhabbat ishida tuz dag'dam yo'lni emas, tikan chatqonliq bir yo'lni tanlab olgan ekan. Yarining bu gaplarni qilayotgan chog'dagi g'amkin turqiga qarab, uningga ichim og'irdi. Yoshirin kuyib, azoblanib yurishning dardini o'zimni tortib yurgashga, uningga shunchalik yordam qilg'im keldi. Meningcha, hamma gap qizda. Qizlar ching tursa, ota-onasi oxiri qo'shilmay qolmaydi. Shunga sen avval qizni qo'lga kelib tur. Uni o'zingga qirtib ol. Xizmatga chiqsang, seningmi jamiyatda o'zing tushliq o'rning bo'ladi. Seni hech kim tuvan ko'rolmaydi. Sen qizga talab qo'yib boqdingmi? deb so'radim. Yo'q, u yiroqlarga qarab turib javob berdi. Nimishqa? U senga so'q muomala qilamdi. O'zimmi bilmayman. Bir qarsam mayli bordakmi qiladi. Bir qarsam kulki chaqchaq bilan odatdagicha orishib yurgandakmi qiladi. Bu qizning mijozmi bir xil sirliq degina. Uning qiz haqidagi gaplaridan nimishqidir anar esim keldi-yu, u xiyolni darhol o'zimdan yiroqlashtirdim. U qizni men tunimdim. Ismi nima? Tuniysan? San'at fakultetida o'qiydi. Ismi Anar. Anar? Bu so'zning og'zimdan qandoq chiqib ketganini sezmayli qoldim. Yori cho'chib menga qaradi. Ko'zimning ichiga gumon bilan tikilib, "Senga nima bo'ldi? Bek hayron qolding-ku", dedi. Xeyligacha gap qila olmadim.
Gap qilsamla ovozimdagi titrek hammani oshkorlab qo'yatdi. Cho'nqur nafas ilib, ko'zimni yoridan ilib qochdim. "Ma qara Asim, senda bir gap bor jumu. Anarning ismini anglab bekla hayron bo'lib ketding-ku. Yoki sen nimalarni deydigansan, adosh? Men hayron qolgan bo'lsam, ko'zingning o'tkirligiga, dal o'zingga mos kelgan qizni topganligingga hayron qoldim. Men texisini saodatni yaxshi ko'rdi deb o'ylabdi ekanman." Yori ulug' kichik tinib jim bo'lib qoldi. Atrofni gugum pardasi qoplashga boshladi. Daraxtlik orasida jup-jup qiz yigitlarning kulangisi ko'zga chiliqatdi. Bizga yaqinla yerda bir qiz bilan yigit daraxtga yo'linib paranglashayotdi. Har qachon juplashib yurgan qiz yigitlarga qarasam, anar ko'z oldimga kelib, so'ygu ishtiyoqi vujudimni qoplaydi. Endi uni unutib ketishim kerak. Xolamaslikdan qat'iy nazar uni mengu unutib ketishim. Qalbimdagi muhabbat o'tini o'chirib, azob va hasratlarimni qalbimga cho'nqur ko'mib tashlashim kerak. Ikkimiz o'rnimizdan turib, daraxtlikdan chiqib ketayotganimizda, hadab yuzimga yepishayotgan o'mishik to'rlarini qo'lim bilan siypab tushirayotgach, meni chirmib olgan muhabbat to'ridimmi, mushunda qutulib ketaman deb o'yladim. Yataqlarimizning oldida xo'shishib etib, yorini daldilroq bo'lib qizni qo'lga keltirishga yana bir qitim da'vat qildim. Yaqin do'stim uchun tunji muhabbatimni qurbon qilmoqchi bo'lganimdan bir xil qanoat tuyg'usiga cho'mildim. Ammo o'pkam o'rilib vaqirab yig'lug'im, qandoqdir qattiq harakatlarni qilg'um, eshik derizlarni tepib o'rvatgum kelib ketdi. Keydimga o'rilib, palanpaylardan yugurib degudek tushdim. Ulanbay tarafga qarab, harg'ush yugurdim. Bir daraxtlikqa kirib, hech bir gunohi yo'q daraxtlarni jinimning boricha mushladim, tepdim. Qo'llarim qanab, putlarim ko'turgusiz bo'lib ketdi. Ammo hech bir daraxt mit qilib qo'ymadi. Xuddi mening ko'nglimni tushunib, "Bo'pti, ochiqingni chiqirib ol" deyotgandek edi. Hadiyaning aslimlarining 3-qismi. Buni o'qishdan burun oldingi qitimda Hadiyaning voqeligini o'qib, naykaga ayollarni bir eslatib o'tay. Hadiya savaqdoshi Osimning qizining to'yi qatnashgan vaqtda savaqdoshlarini ko'rgandan keyin o'zining o'quvchilik davridagi bir qitimliq tangs kechiligini o'ylaganligi va uningga ulabla o'g'izlan bo'lgan kechirmishlarini o'ylagan yerlar kep to'xtagan edik. Endi Hadiya aslimlarining davomini o'qiymiz. Azat markalik cho'ng yuk mashinasi janubga qarab so'zilib, tosh yo'lda to'pa to'zitib irg'anglab ketyotdi. Uning bo'g'iq ko'kirgan ovozini cho'l shamili yantoq tikanlik dalalarga, taqir dashtlarga va yiroqdagi tog' bag'rlarga ilib ketadi. Nagan-naganda yangroq biror mashina yoki jip orqasidan kelib yondab o'tib ketmasa, yoki qarshi tarafdan kelib vijildab o'tib ketmasa, mashina to'laroq yolg'iz mang'atdi. Kozubqa sig'dilib o'tirgan 30 necha yo'lovchining ba'zilari bir-biriga yo'linib mugdishatdi. Ba'zilari gurul degan ovozni besish uchun vaqirab so'zishatdi. Ularning ichida quchoqda bolasi bor ayollar, qeri xotinlar, ota-onasiga agishib safarga chiqqan 8-10 yoshlardagi bolalar, soqollari kumushdek oqargan bovaylar bor edi. 5-6 yoshlardagi 2 o'g'il bolaning o'ttirsida o'ltirgan, ro'molni ko'ziga tushirib chigib olgan ayol to'xtamay naqsha aytadi. Qandaqdir ochiq azob, mung bilan aytilgan naqshlarda tularoq bir vafosiz yor kuylanadi. Oppoq soqli maydasiga tushadigan qizil yuzlik bir buvay to'xtamay o'zi yosh vaqtlarida mang'an yo'llarning, o'tanglarning parangini salatdi. Yiroqdan dal daraxtlarning uchi ko'rinib bo'lguncha u yurtning nima deb atildiganligi, u yerlarga munosabatli odam va ishlar haqida so'zlashga boshlaydi. Atrofida o'ldirgan yosh bolalar uningdan: "Tog'a, sizlar umrlarda boshqa ish qilmay yurt kezib yurganmi nima?" deb so'rsa, texmo hayajonlanib gelini qirib so'zlab ketadi. "Biz yosh vaqtlarimizda nada deysan, bundaq konka. Men mozdoz edim. Boshqalarga agishib, xurjunning bir uchiga oziq-tulik, bir uchiga bigiz, yeb parch-purat cham, raxtlarni silib, Alloh o'zing bor deb yo'lga chiqqan edim.
Birər yurt uçursıla toxtab, u yerdə bir məzgil hünər qilib, pul tepib, yana yo'lga chiqatdiq. Aramızda həmmə hünərning ustalari bor edi. Bəziləri shu yurtlarda o'ylinib, yiltizilib qolatdi. Qolganlarimiz yana oldimizga qarab mang'atdiq. Ba'zida yo'ldan ezib, cho'l bayavonda ko'rmaganlarimiz qolmaydi. O'likimiz cho'lda qoldigan bo'ldi deb tursak, birər karvon yoki bog'i bo'stonliqning qarsini ko'rib qolatdiq. Shundoq mingib, to'xtab, yana mingib, 6 oygacha beribdiman. Qarasam, dal daraxtliq, havosi salqin, kengrichilik yurt ekan. Bizning yurtliq bir odam shu yerning obro' inovatlik oqsoqli ekan. Shuning soyasida turib qoldim. O'ylinib, bola-chaqaliq bo'lib obdan kun ko'rdim. 30 yoshga kirgan vaqtimda yurtni bak seg'inib ketib, ko'rgan kunimga shukr qilmay, yana bir qitim safarga otlandim. Safardan qaytib kelsam, xotun bo'lak erga tegib, uy voqim so'rilib ketibdi. Ishni yangbashdan boshlab, ashu yerga yildiz tortib yana ko'klidim. Ammo ko'nglimdagi safar ishtiyoqini hech qanday qilib bosolmadim. Budaqisi 6-chi qitimlig'i. Oldingi 4 qitimda gohida ot eshaklik, gohida piyoda mingibdiman. Keyingi 2 qitimda konkada mangdim. Bumu Allohning bergini. Shundoq qilib, bugungi roman o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Kelay qitim ko'rishaylik, xayr xo'sh, Allohga omonat.